Bu navbat siz uchun emas, chunki endi davlat xizmatlar markazlarida birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan bolalar va ularga g'amxo'rlik qiluvchi bir nafar fuqaroga hamda pensionerlarga, homilador ayollarga va 3 yoshga to'lmagan bolasi bilan kelgan fuqaroga navbatsiz xizmat ko'rsatiladi. Davlat xizmatlari markazlariga kelganingizda markaz xodimi sizni operator tomonga yo'naltiradi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Keling, qanday yordam kerak sizga? U yerda sizga xizmat turiga qarab, o'rtacha 3-4 daqiqada xizmat ko'rsatiladi. Shuningdek, FHDO, biometrik va xorijga chiqish pasporti, haydovchilik guvohnomasi bo'yicha xizmatlardan foydalanish uchun xonalarga maxsus belgilar ham yopishtirilgan. Ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatga olingan shaxslarga, kambag'al oilalar reyestrining sariq toifasiga kiritilgan oilalarning a'zolariga, shuningdek, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda 50% miqdorda, kambag'al oilalar reyestrining qizil toifasiga kiritilgan oilalarning a'zolariga 75% miqdorda chegirma mavjud. Kerakli bo'lgan xizmatlar uchun 50% chegirmamiz bor. Yakunda xizmat sifatini baholashni unutmang.